21-mart kuni Seulda katta tarixiy voqea bo'ladi. Bu tadbir jahon darajasidagi voqeaga aylanadi. Netflix, ABC, BBC, NBC va CNN to'g'ridan-to'g'ri efir qiladi. Taxminan 100 mingta turist Incheon aeroporti orqali kelishi kutilmoqda. Kvanhamun darvozasining 3 ta darvozasi bir vaqtda ochiladi. Bu holat Joseon sulolasi davridan beri birinchi marta yuz beryapti. Ilgari faqat yon darvozalar ochilardi, ulardan vazirlar o'tardi. Markaziy darvoza esa faqat podshohlar uchun ochilardi. Endi esa shu podshohlar yo'li yana ochiladi va u yerda BTS o'tadi. Ular markaziy darvozadan taxminan 1,5 kilometr yurib sahnaga chiqadi. Bu yurish kamida 10 daqiqa davom etadi. Yon darvozalaridan 13 ta musiqachi va 50 ta professional raqqosa o'tadi. Konsert Kvanhamun maydonida soat 8 dan 9 gacha bo'ladi. Avval 2 soat bo'lishi kerak edi, lekin xavfsizlik sababli 1 soatga qisqartirildi. Maydon atrofi 2 kilometrgacha yopiladi. Har 50 metrda kirish-chiqish joyi bo'ladi. Maydonning o'ziga 300 mingta odam kelishi mumkin. Umumiy soni 1,5 milliongacha yetish ehtimoli bor. Hukumat 9 ta hududdan maxsus politsiya jalb qiladi. Hype esa 5 mingga yaqin qo'riqchi qo'yadi. Bu oddiy konsert emas, bu tarixiy lahza, chunki BTS podshohlar yo'lidan o'tadi.